Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun hardcore dunyomizni davom ettiramiz. Xuddi o'tgan safar qayerda tugatgan bo'lsak, xuddi o'sha yerdan boshlaymiz. Hop, ozgina ovqat olamiz. Bugungi videoda maqsadimiz albatta bu ozgina olmos topish. Chunki hozir u menga kerak. Ovqatdan olamiz, o'zimizga kerakamizni yasaymiz va menimcha endi ozgina shaxtaga tushsak bo'ladi. Albatta mashalalar ham yasab olsak yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, umid qilamanki ko'proq olmos topamiz, omadimiz keladi deb umid qilaman. Qayerdan kovlasak bo'ladi? Mana bu yerdan kovlasak bo'ladi menimcha. Xo'sh, ozgina pastroqqa tushishimiz kerakmi? Yo'q, bo'laveradi. Shu yerdan kovlaymiz. Qani ketdik unda. Xo'sh, umid qilaman ko'proq olmos chiqadi deb. Temir. Bu bizga albatta kerak. Bu yerda juda ham ko'p bor shekilli. Qorong'i ham tushyapti. Bu esa yomon. Okey. Menimcha yaxshi. Endi sekingina pastroqqa olmoslar chiqadigan darajaga tushib olsak bo'ladi. Bu yerda oltin ham bor ekan. Bu ham albatta kerak bo'ladi. Buni ham olamiz. Yaxshi 9 ta ekan. Yomon emas. Redstone ham bor ekan. Buni ham olamiz. Baribir bu ham kerak bo'lishi mumkin keyinchalik. Bu yerda g'or ham bor ekan. Bu yerini belgilab qo'yamiz. Va endi ozgina bu yerda ham mining qilsak bo'ladi. Olmos yo'qmi-kina? Yo'q, temir. Bu yerda olmos yo'q menimcha. Bo'lganda zo'r ish bo'lardi. Mayli endi. Boshqa joylarni ham qarab ko'ramiz. Buni qo'yib qo'ydim. Olmos topishimdan oldin kirkam ham sinib qoldi. Va ko'rib turganingizdek kirkam sindi. Endi tepaga qaytib chiqishimiz kerak. Okey. Mayli, bemalol qaytib chiqamiz va keyinchalik qaytib kelsak ham bo'ladi. Xo'sh, biz yana g'orga qaytdik. Endi bemalol yana kovlasak bo'ladi. Bu safar olmos chiqadi deb umid qilaman. Xo'sh, men anchadan beri kovlayapman va hali ham olmosdan darak yo'q. Olmos. Bu juda ham yaxshi. Qani ko'ramiz bu yerda nechta ekan? Bu yerda 9 ta menimcha. 9 ta. Bu juda ham yaxshi. Birinchi olmoslarimiz. Endi biz olmosdan bemalol kirka yasashimiz mumkin. Izumrud. To'g'risi bunaqa narsa topaman deb o'ylamagandim. Bir dona ekan xolos, mayli. Bir dona bu o'zi ham noyob bo'lsa kerak, bilmayman. Chiqdi yo'limdan. Olamiz baribir. Va nihoyat yana olmos. Lekin bu yerda faqatgina 2 ta ekan. Xo'sh, mana biz qaytdik va taxminan 1 soatlik qazish ishlaridan so'ng bizda 47 ta olmos. Bu juda ham yaxshi. Endi yasab olsak bo'ladi hamma narsamizni. Olmos kiyimlarni ham va aslahalarni ham albatta. Bolta mana. Va shunday qilib bizda hamma narsa bor. Va bizda full olmos kiyim ham bor. Bu juda ham yaxshi va obsidian ham kovlab olgandim. Uni ham endi sekin nimalargadir aylantiramiz. Biz hozir anvil yozsak bo'ladi. Bu ham kerak baribir. Okey.
Xo'sh, menimcha bugunga shu edi. Bugun ozgina vaqtim kamroq, shuning uchun shu ishlarni qila oldim xolos. Ayniqsa olmosga olgan ham asli ko'p vaqt ketib qoldi. Keyingi qismda versiyani yangilaymiz, aslahalarimizni kuchaytiramiz. Undan keyingi qismda esa yaxshi aslahalar olganimizda juda ham qiziq qism bo'ladi. Bu qismni keyinroq sizlarga tushuntirib o'taman. Hozircha hammangizga xayr. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi qismlarda ko'rishguncha.